Assalomu alaykum azizlar. Hozir xalqimizda har ikkita odamdan bittasi bo'g'im og'riqlaridan shikoyat qiladi. Bunga sabab qilib bo'g'im holatida tuz yig'ilishi yoki yoshini katta bo'lganligi, qarishligini misol qiladi. Lekin aslida bu insonlarning ovqat ratsionida foydalanadigan har kungi mahsuloti, ya'ni shu 5 ta asosiy mahsulotni iste'mol qilishligidan kelib chiqishini bilmaydi. Afsuski shu 5 ta mahsulotni uzoq vaqt davomida iste'mol qilish bu bo'g'im og'riqlarini kuchaytirib, ularni avj olishligiga sabab bo'ladi. Bugungi videomiz shu 5 ta mahsulotni haqiqiy zararlari va u mahsulotni nimaga alishtirish orqali bo'g'im muammolaridan qutulish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Videomizdan uzoqlashmang. Videoni boshlashimizdan oldin obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Qani boshladik. Eng asosiy biza ko'p iste'mol qiladigan mahsulotlardan birinchisi, top 5 talikning birinchisi bu shakar va shirinliklar kiradi. Bu qanaqa qilib bo'g'imimizga zarar beradi? Shakar va shirinliklarimizda glyukoza miqdori juda baland bo'ladi. Ya'ni glyukozadan tashkil topgan desak ham bo'ladi. Endi bu glyukozamiz organizmga ko'p miqdorda kirgandan keyin u yallig'lanish jarayonini kuchaytiradi. Shakar miqdoridagi glyukoza bizani organizmimizda yuradigan streptokok bakteriyasiga ozuqa bo'ladi. Ya'ni bu bakteriya bizani tomog'imizda, ichaklarimizdan shilliq qavatida, bo'g'imlarimizdan ichida uchraydi. Glyukoza miqdori ko'p tushgani sababli streptokok oziqlangandan keyin bu yerda bakterial, ya'ni infeksiya jarayoni kuchayadi va yallig'lanishlarga sabab bo'ladi. Bu yallig'lanishlar o'z navbatida bo'g'im ichida paydo bo'ladi va bo'g'imimizni surunkali tuzalmasdan og'rishiga sababchi bo'ladi. Har kuni iste'mol qiladigan hammamizning uyimizda bor top 2-chi mahsulot bu oq un mahsulotlari. Bunga biz har kun iste'mol qiladigan non mahsulotlari misol qilsak bo'ladi. Ayniqsa xalqimiz sevib iste'mol qiladigan xamir ovqatlar. Bu mahsulotlarni ko'p miqdorda uzoq vaqt davomida iste'mol qilish organizmimizga gluten miqdorini oshirib yuboradi. Bu gluten o'z navbatida bizani sahrimiz, ya'ni qandli diabetni hosil bo'lishiga va bo'g'imlarimizning kasallanishiga olib keladi. Bo'g'imlarimizga qanday ta'sir qiladi? Uzoq vaqt davomida sifatli, ya'ni oq un mahsulotlari organizmga tushgandan keyin uni hazm jarayonida organizmda oq un mahsuloti chala hazm bo'lishi, ya'ni yopishqoqligi qolib ketadi. U hazmdan hazmga o'tgan sari, ya'ni bizning organizmimizda 4 ta hazm bor. Bu hazm jarayonida organizm oq un mahsulotining yopishqoqligini yo'qota olmaydi, ya'ni uni parchala olmaydi. U sekin-sekin tomirdan tomirga o'tib, bizning bo'g'imimizni, suyaklarimizdan oziqlantiradigan mayda qon tomirlarga o'tadi. Bu qon tomirlarning devori shu oq un mahsulotining yopishqoqligi bilan to'lib boradi va o'z-o'zidan suyaklarimiz, bo'g'imlarimiz oziqlanishini kamaytiradi. Va sekin-sekin oziqlanish kamaygandan keyin bu yerda yemirilish va og'riqlarga sababchi bo'ladi. Top 3-chi mahsulot kolbasa, sosiska mahsulotlari. Bularni ko'pchilik xonadonlarimizda har kuni ertalab iste'mol qilamiz. Bu mahsulotlarning tarkibida nitrat, natriy karbonat tuzlari ko'p bo'lgani uchun bu mahsulotlar organizmga kirgandan keyin juda salbiy ta'sir ko'rsatadi va yallig'lanish kuchaytirishiga sababchi bo'ladi. Albatta, organizmimizda yallig'lanishga qarshi kurashuvchi kuch bor, immunitetimiz bor. Bu mahsulotni iste'mol qilish orqali bu immunitetni organizm sindiradi. Va o'z-o'zidan bo'g'imimizda sal agar zararlanish bo'lsa, bu kolbasa va yarim tayyor mahsulot iste'mol qilganimizdan keyin bu narsani kuchayib ketishligiga olib keladi. Bu jadvalimizda 4-o'rinni egallaydigan gazli ichimliklar. Chunki bu gazli ichimliklarsiz hozir tasavvur qilish qiyin. Chunki qatta kafeda o'tiramizmi yoki uyda bir yig'in qilamizmi yoki odatiy insonlar har kungi iste'mol qiladigan kola, fanta, gazli ichimliklar. Endi bu ichimliklarni o'z navbatida ichishimiz, boyaga aytganimizdek, bu ichimliklarda ham shirinliklar bor, ham inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan krasitil deymiz, ya'ni bu ichimliklarning tarkibida har kun iste'mol qiladigan boyaga aytganimizdek qand miqdori, ya'ni shakar bor va har xil ximikat moddalar bor. Bu moddalar kundalik organizmga tushgan sari bu jigarimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jigarlarimiz bo'g'imlarimizga juda ham chambarchas bog'liq, chunki jigarimizda suyak va bo'g'imlarga kerakli bo'lgan minerallar ishlab chiqariladi. Bu minerallarni boyiga ichayotgan, iste'mol qilayotgan gazli ichimligimiz bu minerallarni susaytiradi, ishlab chiqarishini va jigarimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu oqibatida bizning bo'g'imlarimiz zararlanishni boshlaydi. Bu jadvalimizda 5-o'rinni egallaydigan margarinlar. Hozirgi ko'p mahsulotlarimiz ichiga margarin qo'shiladi, o'zimiz ham bilmaymiz. Bolalarimizga misol pechenni, pishiruv mahsulotlarini olib beramiz, tarkibida albatta margarin qo'shiladi.
Hozir shu margarinni uzoq vaqt davomida iste'mol qilish, margarinni qanday zarari bor? Margarin organizmga tushgandan keyin uni erish darajasi, gradusi organizm gradusidan past bo'lgani uchun margarin to'liq organizmda erib ketmaydi va chala hazm bo'lishlikka sabab bo'ladi. Endi bu uzoq vaqt davomida chala hazm bo'lishlik organizm ichak faoliyatidagi mikroflorani buzadi. Mikroflora o'z navbatida bizning immunitetimiz hisoblanadi. Immunitetimiz pasaygan sari, ichakdagi mikroflora buzilgan sari bizning organizmda bakteriyalar rivojlanadi. Ya'ni boyagi eng ko'p bo'g'imizda uchraydigan streptokok bakteriyasi va yana boshqa bo'g'imizga zarar beruvchi bakteriyalar kuchayishiga sababchi bo'ladi. Margarin mahsulotlaridan o'ta ehtiyot bo'lish kerak, uni o'rniga boshqa tabiiy mahsulotlarni ishlatish kerak. Agar siz videomizni shu joyigacha kuzatib kelgan bo'lsangiz, sizdan minnatdormiz. Endi videomiz davomida shu mahsulotlarning o'rniga qanday mahsulotlar iste'mol qilib bo'g'im muammolaridan bir hafta 10 kunning ichida natija olish mumkinligi to'g'risida gaplashamiz. Agar like bosib qo'ymagan bo'lsangiz, darrov like bosib videoni kuzatishda davom eting. Top birinchi mahsulotdan boshlaymiz. Shakar o'rniga agar shirinlikni juda ham organizm istaydigan bo'lsa, asalni bemalol ishlatish mumkin. Iloji boricha toza asal. Chunki toza asal ishlatmasak, u shakarni o'rnida o'tishi mumkin. Hozirgi asallarimizda juda ko'p sun'iy asalariga shakar berish orqali olinyapti va uni tarkibida glyukoza ko'p. Xuddi shakar iste'mol qilgandek bo'lamiz. Keyingi mahsulot shakarning o'rniga stevia degan modda bor, ya'ni o'simlikdan olinadi. Buni tarkibida shakardagi bor zararli moddalar yo'q bo'lgani uchun uni ham iste'mol qilishimiz mumkin bo'ladi. Top ikkinchi mahsulotimiz oq un o'rniga sifati ancha pastroq bo'lgan oliy navli oq un mahsulotlari o'rniga arpa unidan foydalansak bo'ladi. Agar arpa unidan siz non qilib yeydigan bo'lsangiz, uyda iste'mol qiladigan bo'lsangiz, uni foydasi juda ham kuchli bo'ladi. Bu o'z navbatida organizmning yallig'lanish jarayoni bilan kurashadi va ichagimizdagi mikroflorani tiklaydi. Ertalab suli bo'tqasi, grechka va qora nondan ham foydalansak bo'ladi. Bularning zarari deyarli yo'q. Har kuni ertalab iste'mol qiladigan kolbasa, sosiska o'rniga qo'y go'shti, tovuq yoki baliqdan foydalansak bo'ladi. Imkon darajasida, misol uchun deylik, ko'p miqdorda kolbasa iste'mol qilmasdan oz miqdorda go'sht iste'mol qilsak, buni foydasi katta bo'ladi. Imkon darajasida bo'g'imi og'riqi bor insonlar mol go'shtidan cheklanib, chunki mol go'shtida sovuqlik miqdori baland bo'ladi. Qo'y go'shti dumba yog'iga o'tishini tavsiya qilaman. Zarar beruvchi 4-mahsulot gazli ichimliklar o'rniga limonli suvga alishtirsak bo'ladi. Suvga limon va asal qo'shib ichib yurishlik insonning organizmiga o'ta foydali hisoblanadi va yana kashnishdan tayyorlangan detoks mahsulotlaridan foydalansak ham juda ham o'rinli bo'ladi. 5-inchisi va eng muhimi margarin. Margarin o'rniga slivichniy masala, ya'ni sariyog' yog'i, zaytun yog'i yoki dumba yog'idan ham foydalansak bo'ladi. Agar siz hozirda keltirgan tavsiyalarimizga amal qilib, mahsulotlaringizni shu foydali mahsulotga alishtirsangiz, bir hafta 10 kun ichida organizmda bo'g'imlaringizda zo'r natija sezasiz. Sizni bo'g'im og'riqlari yoki artroz bezovta qiladigan bo'lsa, kanalimizga artroz to'g'risida juda ham to'liq bo'lgan ma'lumotli video joylashtirganmiz. Uni mana shu joydan bosib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring.